Hammaga salom. Bugun sizlar bilan mijozimiz zakazlarini birgalikda yig'amiz. Birinchi bizada shunaqangi Hidden Love, ya'ni skrytая любовь yoki o'zbekchada ko'rishingiz mumkin yashirin sevgi nomli daramadagi o'sha ayiqchani zakaz qilganlar rasmlarda ko'rib turishingiz mumkin. Biriga bir kelgan, ikkalasi ham bir xil o'yinchoq. Undan keyingisi bizda shunaqangi yana o'sha daramadagi brazetimiz. Ko'rib turganingizdek birga bir ishlangan, kumush suvi yugurtirilgan, qorayib ketmaydi va probalari ham bor. Undan keyingisi esa bizda shunaqangi amerikanskiy stildagi taqinchoqlarimiz bor. Va oxirgisi esa bizda shunaqangi parni taqinchoqlarimiz. Bu juda ham trendga chiqqan taqinchoqlardan biri hisoblanadi. Shunaqangi o'zini qilichchasi va yurakchasi chiqadi. Har to'rt xil rangdagi mavjud, bemalol zakaz bersanglar bo'ladi. Buni pariyalar bilan yoki dugonalaringlar bilan bemalol taqsanglar bo'ladi. Sifatiga ham, o'ziga ham prosta wow. Endi esa sizlar bilan birgalikda boksimizni yig'ib olamiz. Ya'ni birinchi bo'lib o'zimizning logotipimizni tushirib olib, meni paketchalarga solib olamiz. Bu birinchi zakazimizda shunaqangi nakleykalarni yopishtirib, tayyor holga keltirib olamiz. Undan keyin esa shunaqangi sovg'achalarimizni ham solib, mijozlarimni har doim xursand qilamiz. Shunaqangi paketchalarga, shunaqangi o'zini sotib olgan narsalari, tovarlarimiz, shirinlik va salfetkacha ming. Undan keyingi zakazimizni ham yig'amiz, o'sha daramadagi ayiqchamiz. Undan keyin esa bizada shu taqinchoq va albatta ularga ham shunaqangi mini salfetkacha va mini shunaqangi shirinligimizni qo'shib berdik. Siz esa obuna bo'lishni unutmang.